Assalamu alaykum do'stlar. Qanday ahvolinglar, yaxshimi? Mening ismim Suhayba. Hozir sizlarga Tashqulluning hikoyasi degan hikoyani o'qib beraman. Tashqulluning hikoyasi. Burunning burunida Tosh davlatida bir Tashqullular yashaydi ekan. Bu Tashqulluning Tashqan deydigan bir otishi bor ekan. Tashqullular bek asta Toshqan bekdir mangdikan. Tashqullumu onunğa o'xshash yugurgak bo'lsi bor ekan. Shuning bilan u darhol dana tashbiqining yeniga berib, "Meningmi Toshqandek yugurak bo'lg'im bor, qandoq qilishim kerak?" deb so'rabdi. Dana tashbaqa buning javobini tashqaladiki, uch burun tosh berdi. Lekin bu tashqalar bekla yiroq yerda deb javob beribdi. Tashqullular arzusiga yetish uchun qat'iy nayga kelib yo'lga chiqibdi. Asta mangsimu chidab mangibdi. Lekin bu yo'l muncharidek uzun ekan. Uning ustiga o'zi bekla asta mangdi ekan. Bir mezgil mang'andan keyin zerikib mang'an bo'lg'ini atrofini kuzatishga boshlabdi. Tashqullular yo'l bo'yi burun hech ko'rib boqmagan xil rangli toshlarga ko'z ko'ribdi. U bek asta mangsimu bu safarning huzurini so'yib harbiy toshlarning qichirishi va hayajon bilan tepkili o'zitib mengibdi. Tashqullular oxiri tashqalarning yeniga kelibdi. Tashqalar shunchalik egiz ekan. Uning cho'qqisini o'zi ko'rgili bo'lmaydigan. Tashqullular tashqalarning egizidan ozroq qo'rqqan bo'lsa-mu, yanada bo'shatmay uning ustiga chiqish yenadigan kapdi va asta mang'ishga boshlabdi. Tashqullular tashqalarning cho'qqisiga yerilishibdi-da, bulutlarni uchirishi atrim
Bunçıvala Yirakdan körgen bir az aram aptı. Andın yana samaşıp ahiri koçuğa yetişip beripti ve